Deniz boğuzu söhbetmen bir nöbetkilik siyemiz. Reisi Jinping Tayvan müstakilligini bir taraf kılmaslık, Tayvan müstakilligini bir taraf kılmasan, Kompartiya ağdırılıdı dedi mavzulu haber. 11. ayının 7. günü Amerika avazının Xitay tel programı ilan kılın. Haber mundaq başlan. Cumhur Kompartiyasının sekreteri Xi Jinping, Gomindanın reisi Hong Xiuju bilen görüşkende mundaq dedi. Tayvan müstakilligi fikir ekimini bir taraf kılmasak, Kompartiya ağdırıldı. Bu sözü kılgan reis Xi Jinping Tayvan'a qattiq qol bolğuçularının besimasida şundaq dedim o, yoki Tayvan müstakil bolsa, Şangan müstakilligi, Tibet müstakilligi, Şarqi Turkiston müstakilligi zanjirsimon inkas qo'zg'ab kun tartibga keladi deb ansirab shundaq dedim. Reis Xi Jinping şu çağda Gomindanın reisi Hong Xiuju'nun aldıda muşu sözünü kılganda qandaq kayfiyat içinde muşu sözünü kıldı. Tayvan boğuzu munbiri münazirasiga taklif qilingan şu vaqtda Hong Xiuju bilan billa söhbetke katnaşkan. Yani Hong Xiuju bilan Reis Xi Jinping söhbetleşiyotganda Tayvan taraftan Hong Xiuju bilan birli söhbetke katnaşkan. Gomindan siyaset icraiya başlığı Tsai Ing-wen naq meydanda buluş bilan kuzatuvchi naq meydanda buluş bilan kuzatgunicha fikr qilib, munoziraga taklif qilingan yana bir kishi Tayvan Minbao, yani Xalq gazetining maxsus Xitoy yozuvchisi Go Baosheng ikkilisi nayta san'atlik alda radio muxbirining so'ragan savollariga javob berib, munoziraga qatnashdi. Reis Xi Jinping Gomindanın reisi Hong Xiuju bilan ko'rishganda 6 nuqtada bo'yicha fikr qildi. Jumladan 92-yildagi o'rtaq tanishmish uning ichida Tayvan mustaqilligi tashabbusi qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Reis Xi Jinping Hong Xiuju bilan ko'rishganda mundaq dedi: 1 milyard 300 milyon junguluq Tayvanning mustaqil bo'lishi qo'shilmaydi. İqtidarimiz var, irademiz var, tayyorligimiz var. Tayvan mustaqil bo'lsa bir taraf qilamiz. Tayvan mustaqil bo'lsa bir taraf qilmasak, Jungo xalqi Kompartiyani ag'darib yetadi. Tayvanda qattiq qo'l mustaqilchilar bosh ko'taradigan bo'lsa, Şangan, Tibet, Sharq Turkistonning mustaqillik talab qilishidan ansiraydi va balki bu muqarrardir. Reis Xi Jinping Hong Xiuju bilan ko'rishgan mushundaq so'rinda Tayvan mustaqilligini bir taraf qilmasak, xalq Kompartiyani ag'dirib o'tadi dedi. Degan to'g'rida munoziraga qatnashgan Go Baosheng, yani Minbao gazetining boshlig'i Baosheng mundaq esa: suhbatda Xi Jinping bilan Tayvan mustaqilligi alohida qarashdi. Suhbatda Reis Xi Jinping bilan Hong Xiuju Tayvan mustaqilligi alohida qarashdi. Hem bu noktanın rayı dedi. Bu xalqning rayı dedi. Bu xalqning rayı emas dedi Go Baosheng. Bu xalqning rayı emas. Xi Jinping yadroligidagi bir partiyaning rayı. Demek Jungo'da xalq Tayvanning mustaqil bo'lishiga qarshi turmaydi. Qarshi turayotgan partiya, yani Reis Xi Jinping boshchiligidagi yadroligidagi bir partiya qarshi turayotdi. Agar haqiqiy holda tekshirish jadvali tarqatadigan bo'lsang, Xinjiang, Sharq Turkiston, Tibet, Şangan hem de O'rta Tuzdanlıkdagi ko'plagan Jungo grajdanlari Tayvanning mustaqil bo'lishini qo'llaydi. Jadval taqatmay turib Go Baosheng apandi mana men qo'limni ko'tardimki, Tayvanning mustaqil bo'lishini qo'llayman. Men Uyg'urman. Tayvanning mustaqil bo'lishini, mustaqillik jakarlashini yoki qonuniy rasmiyat bilan mustaqil bo'lishini birinchi bo'lib qo'llayman. Agar haqiqiy holda tekshirish jadvali tarqatadigan bo'lsang, Xinjiang, Sharq Turkiston, Tibet, Şangan hem de O'rta Tuzdanlıkdagi ko'plagan Jungo grajdanlari Tayvanning mustaqil bo'lishini qo'llaydi. Uningdan boshqa navbatda Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining a'zosi, Davlat mudofaa institutining siyosiy komissari Liu Yajo Kompartiya millatarislarining tipik vakilidir. Nima dedi? Kompartiya millatarislarining tipik vakilidir. Liu Yajo degan odam Kompartiya millatarislarining tipik vakilidir. O Jungo dengiz okean davlati bo'lishi kerak deganni ta'kidlaydi. Demek Janubiy dengiz kengayishi kerak degan shunaqa odamlar ta'kidlaydi-danglar.
armiyani kuchaytirish, davlatni kuchaytirish, Tayvanni birlik keltirish, Tinch okeanni Amerika bilan teng bo'lishib bilish deganni ta'kidlaydi. Ko'ring, Tinch okean rayonini Amerika bilan teng bo'lishib bilish. Bu Liuyajo apandining ta'kidligini ekan. Shunga bu nima deydi Liuyajo? Kompartiyaning militaristlarning vakilidir. Uningdan qolsa deb boshlaydi Gobovshin. Tayvan Jungo mustaqillik talab qiluvchi millatlarning boshlamchisi. Agar Beijing Tayvanning mustaqil bo'lishiga yo'l qo'ydigan bo'lsa, undaqda Shangang mustaqilchilari, Tibet mustaqilchilari, Sharqi Turkiston mustaqilchilari, Janubiy Mongoliya mustaqilchilari, hatto Manjuriya mustaqilchilari taraf-tarafdan qo'zg'alib, umumiy kayfiyat yaratib, eng oxirgi natija shu bo'ladiki, Junxo Xalq Jamhuriyatini parchalaydi. Kompartiya mustabid hokimiyati shuning bilan og'dirildi. Reis Xi Jinping davlat ishida o'yg'inib kelayotgan egelik huquq, mustaqillik eng kuchlari uning hokimiyatini og'dirib tashlaydigan kuch ekanligini haqiqiy to'nib yetib, shunga Tayvan mustaqilchilarini bir taraf qilmasak, kompartiya og'diriladi degan xulosaga keldi. Shuning uchun Xi Jinping yadroligida kompartiyaning nazarida Tayvanda Xonshuju va Say apandi vakilligidagi qizil birlik keltiruvchilar yuqorqi Say Jingyuan keltiruvchilar, jiddiy birlik keltiruvchilar, din boshqa ko'pchilik Tayvanliklarning hammasi kompartiya bir taraf qiladigan Tayvan mustaqilchilaridir. Demek aşılarla qizil birlikçiler shular birlik keltirman dedi. Ondan boshqa Tayvanlikdan hammasi mustaqillik talab qildi. Shunga kompartiya bu Tayvanlikni bir taraf qilmoqchi bo'lyapti. Reis Xi Jinping so'zlagan so'zlardan Tayvan xalqi ham kompartiya hokimiyatining Tayvan xalqiga ofat elib keladiganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Millatchilikning harorati o'rlab ketdi. Kompartiyaning hukmronligiga tahdid elib kelandi. Ya'ni Jungoda millatchilik avib ketdi yoki harorat o'rlab ketdi dedi. Gomindan siyosat ijroiya boshlig'i Say Jingyuan bunday ko'rsatdi. Men asli Tayvanlik. Ota-bobom 1621-yili Tayvanga kelgan ekan. Bir Jungo har kim o'zining gapini qilish, Tayvan mustaqillik bilan shug'ullanish deb qarag'ili bo'lmaydi. Hozir Jungoda kommunizm hukmronlik qilayotgani yo'q. Hozir Jungoga millatchilik hukmronlik qilyapti. Say Jingyuan deydi, hozir Jungoga millatchilik hukmronlik qilyapti. Kompartiya millatchilik sadolariga ovoz qo'shyapti. To'rbatlarga qarasak, kompartiya millatchiligining bu darajada yamrab ketishidan bir tarafdan qo'rqyapti. Masalalarga agar Jungoning maydonini turib qaraydigan bo'lsak, partiya guruhlarining hammasi o'xshashdir. Xinjiang, yani Sharqi Turkiston mustaqilligi, Tibet mustaqilligi, Shangang mustaqilligi qatorliq mustaqillik harakatlarining sadolarini Amerika tarafining ko'p turgan tarkiblari bor. Lekin Jungodagi millatchilik to'lqini ichida ularning kuchi dengiz sohilidagi to'lqinning kuchichilikli bir kuchdir. Demak, yuqorqilarning millatchiligini Amerika ko'p turyapti deysak, bularning millatchilik yoki mustaqillik talablarini bilmaydi ekan bu Xitoy. Amerika ko'p turyapti. Ularning kuchi dengiz sohiliga urilib kelgan to'lqinchilikning kuchi va qancha kuchi bor dedi. Ko'ranglik nima nochilikni. Bu xil kommunizm millatchilik aralashib ketgan ahvol ostida Jungoda kommunizm ideologiyasi millatchilik ideologiyasiga aralashib ketgan ahvol ostida Reis Xi Jinpingning alayda agar kompartiyaning millatchilik maydoniga muxolif bo'lgan bir taraf qilmaydigan bo'lsan kompartiya mavjud bo'la olmaydi deb eg'izga elishi ajablanarli emas. Gobovshin javob qaytarib bunday ko'rsatdi. Kompartiya bir Jungo har kim o'zining gapini qilishga yo'l qo'ymaydi. Balki har kim o'zi oldiga mustaqil ifodalashga yo'l qo'ymaydi. Faqat Jungo o'z oldiga ifodalashi kerak. Jungoda hozir mustaqillik talab qiluvchilarning mustaqillik eng intayin kuchli. Bo'lib Xinjiang, ya'ni Sharqi Turkiston, Tibetda yosh bir avlod kishilar har xil mustaqil tashkilotlarni qurdi. Shangang tarafdan aytganda Jungodan ayrilib chiqish asosli xalq ra'yiga aylandi. Shangang tarafdan aytganda Jungodan ayrilib chiqish asosli xalq ra'yiga aylandi. Jungo mustabid hokimiyatdir. Mustabidlardan chek-chegarani ajratish kerak.
Demek biz hozir bu radio erkin Amerika Ovoz radiosi tashkillangan munozirda bir gobovshin Tayvandagi Minbao degan gazetaning tahriri boshda oxirida yaxshi gap qilgan odam shu. Yana bir Sayjing Ivan Xonshu bilan birga Beijing kelib Ray Shi Jinping bilan suhbatga qatnashgan kishi. O tarafdan aqlayapti. Munozirning umumiy jarayonini sizlarga anglatdik.